Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bugun bolalarimni iltimosiga binoan, ya'ni aniqrog'i bolalar bizga iltimos qilishmaydi, ular bizga buyurishadi. Bizani qaynona-qaynatalarimiz kichkina makaron qovurib bering deyishudi. Xo'p dedim, lekin go'shtimiz qolmay qolibdi. Hali qaramabman xolodilnigimizga. Nima qilaman deb ko'p o'yladim va impra qilib qizlar. Vaziyatdan chiqib ketdim har doimgidagidek. Xullas 2 konli qilgan kotletalarimiz bor edi va shisha cho'tga chiquvdi, oralariga sirli solib qildim. O'shani ustiga qo'yib dimlab yuboradigan bo'ldim. Ikkita tarafini skоворodka alohida qilib qizartirib oldim. Skоворodkamizda tillarim ham jingili bo'lib ketyapti, o'sha charchabman shekilli. Makaronimizni ozgina qaynatib oldim tuzli suvda. Bu yoqda zirvagini alohida qilib oldim. Mana makaronimiz. Men har doim ovqatimiz rangi chiroyli chiqishi uchun kashnishdan sovoraman yoki seldir solaman. Seldirim qolmabdi, kashnish bor ekan, kashnish sovordim. Mana ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib makaronimizni solib, ustiga kotletlarimizni qo'yib dimlab qo'ydim. Bu yoqda salatlarni ham tayyor qilib qo'ydim. Mana ko'rib turibsizlar, salatlar tappa tayyor. O'zimga bo'lsa alohida bodring qilib oldim. O'zimcha o'z ko'nglimda dieta qilib ozyapman. Mana ovqatlarimiz pishib chiqdi. Hammaga yoqimli ishtaha.